so'ri, darvozalar narxi necha puldan bo'lyapti, qalin, yupqa, shuncha bo'lgan bo'lmagan haqida to'liq ma'lumotni ishlab chiqaradigan akamizni olamiz. Assalomu alaykum. Bu so'rilarimiz necha puldan aka? Bu so'rilarimizni narx-navosi razmeriga qarab, materialiga qarab chiqaveradi narx-navosi. Mana shu ko'rib turgan so'rimiz 5,5 million so'mga tayyor bo'lgan. Nechiga necha endi? 2,5 ga 3 razmerda tayyor bo'lgan bunimiz. Polni komplekt bo'ladi. Ichida taxtalari hamma yo'q komplekt shu holatda. Taglarida g'ildiraklari bor, yuradigan. Buni O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bormi? O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor, ha. Agar misol uchun xohlovchilarga so'rilarimizni yig'ishtiriladimi? Ha, mana bunaqa yig'iladigan holatda qilib beraveramiz shu dastavka deganlarga. Chekkalaridan yig'ishtirilaveradi, taxtalari ham bo'linaveradi. Xohlagan dizaynida, xohlagan razmerda qilib berilaveradi. Qulayliklari shu, misol O'zbekiston hamma joyga boraveradi. Uyda bo'ladigan bo'lsa ham, misol qish kunlarida yig'ishtirib olib qo'yaveradi. Havo siganda chiroyli taxlab olaveradi. Mana so'rilar ko'rib turibsizlar, yig'iladiganlar bor. Bizda so'ri deyiladi, qayerdadir tapcham deyiladi. Sizlarning viloyatlaringizda sizlarda nima deyiladi bu so'rilar? Kommentariyada yozib ketinglar. Bundan tashqari bu robotlarimiz-chi? Xo'p, darvozalarimizni turi juda ham ko'p. Hozir bu ko'rib turgan darvozamiz 2 qavatlik, shumkali darvoza hisoblanadi. 2 qavatli shumka bo'lgan. Aha. Ichiga steklavatorlar tashlanib, polni shumka bo'lgan, tag qismi, o'rta qismi. Bu nechilik listda bo'lgan aka? Bu darvozamizning listlari 2 lik listda bo'lgan, polni oldi ham, orqasi ham 2 lik listda bo'lgan. Rama profillarimiz 6 ga 4 hajmda bo'ladi, qalinligi 1,5 qalinlikda bo'ladi. Bu necha pul endi? Darvozamiz 1 kvadrat metri 1 million 300 minglik holat, mana shu holatimiz. Mana shuna shumka bo'lgani. Shumka bo'lgan tag qismlariga shvillerlar qo'yib berganmiz. Avtomobil o'tganda ezilib bukilmaydi. Qaylari shveller, yonlari profil. Ha, mustahkam holatda. Bu keyingi fasonimiz-chi? Darvozamiz high-tech fason nomi, 2 qavatlik bu ham. Polni qalin materiallardan ishlatilgan 2 lik list. Mana bunaqa nerjaveykalari bilan bo'g'ilgan. Ranglari endi hozirgi kunda aksariyat mokr asfalt rangidan ishlatilyapti. Xohlovchilarga xohlagan svetda sepib berilaveradi. Hozirgi kunda shu mokr asfalt bilan shokolad rang kim sepilyapti. Tanlab rangini esa xohlagan svetida, xohlagan fasonida qilib beraverasizlar. Berilaveradi, muammosi. Bu gullari lazerda chiqarilgan aka? Ha, gullari lazerda chiqarilgan buni. Narx-navosi 1 kvadrat metri 1 million 300 minglik holat bu. Darvozamizni boshlanish narxi 1 million 100 mingdan chiqaveradi. Materialni yupqa qalinligiga qarab chiqaveradi. Eng arzoni 1 million 100 mingdan boshlanadi. Shu darvozamiz, mana shu darvozamizni eng arzoni 1 million 100 mingdan boshlanadi. Narigi Samarqand fasonchi aka? Bu Samarqand fason darvozamiz. Razmerlari mana bu nalichkalari bilan birgalikda 4 metrga, bo'yi ham tepasi nalichkalar bilan birga 4 metrga tushadi. 4 ga 4 razmer. 4 ga 4. Ha, 4 ga 4 razmer. Bu ham o'sha eng full materiallardan ishlatilgan, qalin. 1 kvadrat metri 1 million 300 ming so'mlik holat. Bu ham 2 qavat hisoblanadi. Bunda qo'l mehnati ko'proq. Lekin materialida birinchi qavatidagi listimiz 2 lik, mana bu yer yong'oq listimiz 1 lik list bo'ladi. Shu farqi. Lekin buni ham ichiga falga qog'ozlar tashlanadi. Havosizlantiriladi. Bu ham shuncha bo'lgan. Aka falga qog'ozlar. Endi ani pechatli Toshkent fason darvozalar deyshadi-yu. Bu pechatlilarni ham qilib beraverasizlar. Ular necha puldan necha pulgacha qilib berasizlar? Endi darvozani liboy turi qilib berilaveradi. Kataloglarimiz bor, bemalol yozsa tashlab beramiz. Endi shtampovkalarimiz, pechatlarimiz yupqa hisoblanadi. Puliga yarasha arzon. Ha, o'sha puliga. Boshlanish narxi 400 ming so'mdan boshlanadi. Ularimiz shu 700 minggacha chiroyli variantda chiqaveradi shtampovkalarimiz. Pechat darvozalar 400 ming so'mdan boshlanib 700 ming so'mgacha ketaveradi. Qalin yupqaligiga qarab, keyin darvozani katta kichikligiga, joyiga qarab ketaveradi. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, like bosib, Olg'a O'zbekiston yangiliklardan to'xtamanglar yozib ketinglar. Like bosib, obuna bo'lib ketishni unutmanglar. Hozir biz katta trassani bo'ylab turibmiz.
Mana robotlar ko'rishlari mumkin. Akam deganlarini tanlab telefon qilsalar ham akamiz xohlagan turbaysini qilib beradi. Rahmat aka, sog' bo'ling, ishlaringlar bor. Like bosib obuna bo'lib ketishni unutmanglar.